Bismillahirrahmanirrahim. Bugun Raf'ul Malam degan kitobning davomini o'qiymiz. Olimlarning ixtiloflashib qilish sababini bayon qilayotgan. 4-sabab. Ishtiratuhu fi xabaril wahidil adil hafiz shurutan yukhalifuhu fiha g'ayruhu. Olimning adolatlik va hadis yodlagan hafiz rivoyat qilgan xabar vahidni qabul qilishda ba'zi shartlarni shart qilishi va bu shartlarga nisbatan o'zidan boshqa olim muxolif kelgan bo'lsa, ya'ni bu shartlarni qabul qilmagan bo'lsa, bu shartlardan boshqa shartlarni shart qilgan bo'lsa, masalan, ularning ba'zilari hadisni kitob va sunnatga to'g'rilashni shart qiladi. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول. Va yana ularning ba'zilari hadis usuli qiyosga muxolif kelgan vaqtida, ya'ni har bir mazhabning fiqh masalalarni chiqaradigan usul fiqidagi o'zining usullari bo'ladi. Shu usuli qiyosga muxolif kelib qolgan vaqtida muhaddisning fiqh olim bo'lishini shart qiladi. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. Va yana ularning ba'zilari agar hadis ko'pchilikka hammaylanga munosabatlik hadis bo'lsa, hadisning tarqalgan bo'lishini va oshkor bo'lgan bo'lishini shart qiladi. Ila g'ayri zalik. Va shuning o'xshash ba'zi shartlarni shart qiladi. O'z o'rnida tunishliq bo'lgan shu shartlarni undan boshqa shartlarni shart qiladi. Bu yerda muallifning degini bularning qilg'ini to'g'ri, xato deyish emas, balki olimlarning ixtilof qilish sabablarini bayon qiladi. 5-sabab. Hadis olimga yetgan, uningda sabit bo'lgan, lekin u hadisni unutib qolgan. Bu ahvol Qur'on va sunnat haqida keladi. Masalan, Umar roziyallohu anhu haqidagi mashhur hadisda u safarda junub bo'lib qolib suv topolmay qolgan kishi haqida so'ralganda mundoq degan: La yusalli hatta yajidal ma. Suv topqichi namoz o'qimaydi deb mushna dedi. Ammar ibn Yasir roziyallohu anhu unga mundoq dedi: Ey mo'minlarning amiri, ama tazkuru iz kuntu ana va anta fil ibli. Esingizda yo'qmi, siz va men to'gining ustida edik, ya'ni safarda ketayotgan, ondan biz junub bo'lib qoldik, ya'ni uxlab qolib ehtilom bo'lib qoldik. Ammo men xuddi uloq yerda eg'inigandek dumulab eg'inidim, to'pig'i milindim. Ammo siz namoz o'qimadingiz. Ondan men bu ishni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aytsam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam senga mundoq qilishing kifoya qiladi deb ikki qo'li bilan yerga urib, ondan qo'li bilan yuzini va olqinni silidi. Umar roziyallohu anhu Ammarga mundoq dedi: Allohdan qo'rqqin ey Ammar. فقال إن شئت لم أحدث به فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. Ammar roziyallohu anhu agar qalsang bu hadisni so'zlamay dedi. Umar roziyallohu anhu balki biz seni sen burilgan tarafga burab qo'yamiz, ya'ni hadisni so'zlavagin dedi. Ya'ni bu hadisni so'zligin, lekin mening esimda yo'q. Ya'ni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu hadisni, bu vaqalikni unutib qolgan. Ham Ammar roziyallohu anhuning rivoyat qilishni cheklamagan. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر. Mana bu sunnatga Umar roziyallohu anhu shohid bo'lgan, ya'ni ko'rgan, bilgan, uningdan keyin unutib qolgan. Unutib qolganlik uchun bu sunnatning qarim-qarshisi bo'yicha, zidi bo'yicha fatvo bergan. Ammar roziyallohu anhu uni aslatgan vaqtida asliyanmagan. وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. Ve Ömer roziyallohu anhu Ammarni yolg'on chiqarmagan, balki uni bu hadisni so'zlashga, rivoyat qilishga buyurgan. Ve ablagu min haza annahu xataban nas faqala. Buningdan bakroq qizqarliq, ajablanarlik bo'lg'ini, u bir kuni kishilarga xutba so'zlab mundoq dedi: La yazidu rajulun ala sadaqi azwajin nabi sallallohu alayhi vasallam va banatihi illa radattuhu. Er kishi ayoliga beradigan mehr haqqini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarining mehr haqqidan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlarining mehr haqqidan oshirib etmasin. Agar unda qilsa, men uni qaytiraman.
Shuningdan bir ayol mundaq dedi: "Ey mo'minlarning amiri, nima uchun Alloh bizga bergan narsani bizga harom qildilar?" Uningdan keyin bu oyatni o'qidi. "Va ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu shay'a." Sizlar ularning biriga, ya'ni ayollaringlarga mehr haqi berganda, nihoyat ko'p mol-mulk bersanglarmi, uningdan hech narsa qaytarib olmanglar. Bu oyatda Alloh taolo ayollarga mehr haqqini ko'p bersimi bo'ladiganligini aytgan. Lekin Umar roziyallohu anhu bu oyatni yodlagan bo'lsa-mu, lekin unutib qolgan va ko'pchilikning oldida, sahobalarning oldida bu ayolning to'g'ri aytganligini, o'zining xatolashib qolganligini e'tirof qilgan. Faraja'a Umaru ila qawliha. Umar shu ayolning gapiga qaytdi, ya'ni bu ayol to'g'ri aytdi dedi. Va qad kana hafizan lil aya. Umar roziyallohu anhu bu oyatni yodlagan edi, esida bordi, lekin uni unutib qolgan. Va kazalika ma ruya anna aliyan zakkara Zubayra yawm al-jamal shay'an ahidahu ilayhima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فذكره حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف. Bunun misallardan yana rivoyat qilingan tuvandagi vaqalik. Ali raziyallohu anhu to'gi kuni Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikkisiga so'zlab bergan, ikkisiga aytgan so'z bilan eslatdi. Ya'ni Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu Muaviya raziyallohu anhuning safida Ali raziyallohu anhu qarshi urush qilgan. Shuning bilan Ali raziyallohu anhu Zubayr raziyallohu anhuga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning: "Ey Zubayr, sen bir kuni mening qarshimda jang qilsa" degan hadisini eslatgan. Ya'ni sen bir kuni menga qarshi jang qilsa, shuning bilan Zubayr raziyallohu anhu eslagandan keyin urushdan qaytdi. Buning misollari salaflarda va xalaflarda nihoyat ko'p yuz bergan. 6-sabab. Olimning hadisning dalolatini bilmasligi, ya'ni hadisning ma'nisi va maqsadini tushunmay qolishi. Taratan likawni al-lafzi allazi fil hadisi ghariban indahu. Ba'zida hadisdagi lafzining uning nisbatan yot bo'lganligi, ya'ni anglab baxmagan. Masalan, al-muzabana, al-mukhabara, al-muhaqala, al-mulamasa, wal-munabaza, wal-gharar va uningdan boshqa yot so'zlar. Ya'ni olimlar mushu so'zlarning ma'nolarida, tafsirida ixtiloflashib qolgan. Ya'ni mushu so'zlarni olimlar har xil tushundirgan ma'nolarini. Masalan, munabaza degani bir olim bir xil tushundirgan bo'lsa, yana bir olim yana bir xil tushundirgandek degandek misol. Va yana masalan, marfu munda hadis bor. La talaqa va la itaqa fi ighlaq. Ighlaq vaqtida, ighlaq holatda taloq tushmaydi. Taloq yo'q degani taloq tushmaydi va qul azod qilgan bo'lsa, azod qilgan qulimi azod bo'lgan hisob bo'lmaydi. Ular mush ighlaq degan so'zni har xil tafsir qilgan. Ba'zilar ikroh, ya'ni majburlanish bilan tafsir qilgan. Ya'ni majburlangan holatda boshqalar majburiy taloq qilib bo'lsa, ayolini bu taloq hisob emas deb bunday tafsir qilganlar bor. Ya'ni ba'zilar uning o'xshamaydigan tafsir qilganlar bor. Va uning o'xshamaydigan tafsir qilganlar bo'lsa, bu tafsirni, ya'ni ikroh degan tafsirni bilmay qolgan. Masalan, ig'loqning ma'nosini nihoyat ochiq gap ketgan g'adab deb tushundirgan kishi ig'loqning ikroh ma'nosi borligini bilmay qoladi. Shuning bilan ikki olimning o'ttirsidagi bu hadisdan olgan tushunchasi va bu hadisdan tushungan ma'no va bu hadisdan chiqargan hukmimi o'xshamaydi. Va taratan likawni ma'nahu fi lughatihi va urfihi g'ayra ma'nahu fi lughatin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Va yana ba'zida hadisning yoki so'zning olimning tili va urf odatdagi ma'nosi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tilidagi ma'nosiga o'xshash bo'lmaganligi uchun hadis va so'zning ma'nosini o'zining lug'atidan tushungan ma'noga opirdi. Binoan ala anna al-asla biqa'ul lugha. Asli qoida lug'atning qilishi degan qoidaga asosan. Lug'atning qilishi degan bu qoida to'g'ri qoida. Ammo ba'zan bir chog'da ba'zan so'zlar yoki ba'zan hadislarning ma'nosini
olim o'zining urf odat yoki o'ziningki tilining ma'nosi bo'yicha tushunib olib, hadis va so'zlarning asli ma'nosini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida sahobalar qanday tushungan, bu to'g'risidagi dalillar, hadislar yetmaganligi uchun o'zining lug'ati, o'zining urf odati bo'yicha tushunib olib, hadisdan xato hukm olib qoladi. Ularning ba'zilari nabiz ichishning ruxsat ekanligi haqidagi asarlarni anglagan. Ular nabizni mast qilg'uchi turdagi ichimliklarning bir turi deb o'ylab qolgan. Chunki u ularning tili edi. Ya'ni ularning tilida nabiz degan mast qiladigan ichimlikdi. Mast qiladigan ichimlikni ular nabiz deb ataydi. Va innama huwa ma yunbazu li tahliyatil ma'i qabla an yushtadda. Amma nabizning hadisda kelgan ma'nosi suvni tatliq qilish uchun chilangan narsa. Ya'ni xomini masalan suvga tashlab 1-2 kun to'g'izib, tatliq suv chiqqanda ichadigan mundaq ichimlik. Echtilinishdan ilgari kaldi. Ya'ni echib ketgandan keyin u mast qiladigan ichimlikka aylanib ketadi. Lekin 1-2 kun tursa echmaydi. Echishdan ilgari shu holat hadisdagi ma'nosi shu, nabiz. Shundaq ichimlikni ichsa ruxsat. Lekin buni olim o'zining tili bilan tushunib qolgan. Chunki olimning tilida nabiz degan mast qilg'uchi ichimlikdir. Uning ma'nosi, ya'ni mushu nabizning hozir biz tushunadigan ma'nosi nurg'ulg'an sahih hadislarda tafsir qilinib kelgan. Ammo buning tafsiri u olimga yetmay qolgan. Va yana ularning ba'zisi mushu Qur'on va sunnatda xamir degan lafzini anglaydi. Ular uni echitilgan üzüm sharbatiga xos deb o'ylab qolgan. Binoan ala annahu kazalika fil lugha. U xamir degan lug'atda mushu ma'noni bildirdi deb turib. Va in kana qad jaa min al ahadith sahiha tubayyinu anna al khamra ismun li kulli sharabin muskir. Gerçi hadislardan xamirning har qanday mast qilg'uchi ichimlik ekanligini bildirgan sahih hadislar kelgan bo'lsa-mu, olimga bu sahih hadislar yetmagan bo'lishi mumkin. Yana ba'zida lafzning mushtarik lafzi bo'lganligi uchun, ya'ni bir so'zning bir qancha xil ma'nosi bo'lganligi uchun, yoki mujmal ma'nosi aniq bo'lmaganligi uchun, yoki haqiqiy ma'nosi bilan majaz ma'nosining o'rtasida taraddudlik bo'lganligi uchun. Shuning bilan bu olim bu lafzni o'zi tushungan eng yaqin ma'noga olib bordi. Garchi bu so'zdan bo'lgan maqsad boshqa ma'no bo'lsa-mu. Ya'ni bu so'zdan zodan nima maqsad qilinganligini bilmay qolganligi uchun o'zi tushungan, o'zi tushunadigan ma'no bu tushundi. Buning misoli dastlabda bir turkum sahobalar oq yip va qora yipning ma'nosini arqon deb tushungan. Shundaqla yana boshqalar famsahu bi wujuhikum va aydikum degan oyatdagi qo'llaringlarni degan mushu lafzini qo'lning uchidan jaynakkicha bo'lgan arliq deb tushunmasdan qo'l tuquchi bo'lgan hammasi qo'l deb mundaq tushungan. Ya'ni qo'lning uchidan qo'l tuquchi bo'lgan arliqning hammani qo'l deymiz deb mundaq tushungan. Va taratan likawni dalalati minan nasiha xafiyatan. Ba'zida nasning dalalati maxfiy bo'lganligi uchun. Chunki so'zlarning dalolatlari nihoyat kengri. İnsanlar so'zlarning dalolatini bilishda va so'zlarning yo'llarini tushunishda Alloh taolo ularga bergan aql va iqtidor e'tibori bilan farqli bo'ladi. Summa qad ya'rifuha ar-rajulu min haysul umum. Bir kishi bu so'zlarning dalolatini umumliq nuqtasidan tushunadi, biladi. Lekin bu ma'noning ashu umumliqning ichiga kirib ketadiganligiga diqqat qilmaydi. Yana ba'zi diqqat qilsa, ba'zi unutib qoladi. Bu nihoyat keng soha bo'lib, bu so'zlarning dalolatining hamma ma'nosini hamma jihatdan faqat Alloh taololar biladi, insonlar hammasini bilib olmaydi. Ya'ni insonlarning tushunishi, bilishi cheklik. Ba'zi kishi xatolashib qoladi. U kishi so'zlardan arabcha undaq ma'nosi chiqmaydigan bir ma'noni tushunib oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu arab tili bilan payg'ambar qilib avatilgan. Ya'ni u kishi bir narsani, hadisni o'qigan vaqtida bir ma'noni tushundi, lekin arabchadagi haqiqiy ma'nosi, to'g'ri ma'nosi u odam tushungan ma'no emas. Abdur bu yerda bizga olimlarning ixtiloflashib qolish sabablarini bayon qilyapti, xolos.